Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Vodiy House va Vodiy Chorva kanalining hurmatli obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun biz Andijon viloyati Asaka tumani Yuqori Bo'z MFA Navbahor 25-uydamiz. Inshaalloh Andijon qora jo'jalarimizni 52 kunlik jo'jalarimizni xohlasa mana video obzor qilib tayyorlab sizlar uchun taqdim etyapmiz. Eshitayotgan bo'lsanglar, jo'jalarimizda qiqa, tomoq qoqish, ko'zlar ishib ketish, shunaqa bronxitga o'xshagan kasalliklar o'ta ko'payib ketdi. Bitta bizda emas, hammada bo'lyapti. Bilayotgan bo'lsanglar, jo'jalarning ko'z oldilari ishib, mana qizarishib, mana ko'ryapsizlar, qizarib qolgan hozir. Shunaqa kasallik mana ko'zlarni yumib olyapti. Shunaqa kasallik avj olgan. Bizga ham ta'sir qildi. H9lar qildirdik, lasotalar qildirdik. Samarasi bo'lmayapti. Hamma narsasini qilib ko'rdik. Bugun mana yana boshqa dorilar olib keldik. Pushkamiz 30 gradusdan tushmayapti. Ashanda ham kasallik qandaydir ketmayapti. Sababi nimadan umuman menga qorong'i eshityapsizlar. O'rdakka o'xshab deb o'ryapti. Qarg'alarga o'xshab qag'illab o'ryapti. Nima qilishga bosh qotirgan? Biz jo'ja boqchi bo'yicha chempionmiz deb o'ylardik. Endi bu holatda umuman biz tushunmayapmizki, qaysi holatda bunaqa holat takrorlanib qolyapti, nima bo'lyapti, o'zimiz umuman tushunmay qolyapmiz. Maslahat so'rasak hech kim maslahat bermayapti. Hech kim buni tushunmay qolyapti. Shuning uchun bilmayman, Allohga tavakkal, shu narsani qilyapmiz, lekin qandaydir samarasi bo'lmayapti. Yag'in yonyapti, hamma narsa bo'lyapti vaqtida, o'z vaqtida hamma narsani qilyapmiz qo'limizdan kelgancha. Lekin qandaydir shu kasallikka qarshi kurasha olmayapmiz. Kim bilsa kommentariyada o'z fikrini qoldirsin. Shu pixirlaganga, ko'zi ishganga, qanaqa o'zida rezultat bo'lgan aka-ukalarimiz yo'q, singillarimiz bo'lsa aytinglar. Shuni narsani biz ham qilib ko'raylik. Bir iloji bo'lsa shu narsadan qutulaylik. Hamma narsasini joy-joyiga qilib, mana dezinfeksiyalar qilib, boshqatdan xonalarimizni chiroyli qilib qildik. Baribir shu pixirlash, qiyillash, ko'zlar ishishlar, H9lar qildirsak ham lasota bronxitini xohlagan turdagisini qilib ko'rdik. Unda ham rezultat bermayapti. Umuman zo'rlanmayapti. Shuning uchun e'tiborliroq bo'linglar jo'jalarga, xudo xolasa. Yaxshi bo'lib mana shu ishdan chiqib olsak, inshaalloh Andijon qora jo'jalarimizni bollarini sotuvga e'lon qilamiz. Bu yerda hozir 800 ta yoki 1000 ta atrofida Andijon qora jo'jamiz bor, lekin to'g'risi yaqinda birovga 600 ta berdik. Shu opamiz ham birovga tekshirtirgan, xullas lasota bronxit tekshirtirganmi, tekshirtirmagan bilmaymiz uni. Lasota bronxitga ham hech qanaqa vaksina qilmagan ekansiz. Mana Alloh guvoh. Agarda shu vaksina qilgan opalarimiz aldamagan bo'lsa, aka-singillarimiz aldamagan bo'lsa, hamma vaksinasini non-nolga qilib kelyapmiz. Sababi birovni aldashni keragi ham yo'q, o'zimizni ham aldashimiz keragimiz yo'q. Mana xuddi ashi sizga boqqan, sizga sotgan jo'jamizdan ham oshkora mana xuddi shu joyda 1,5 mingta jo'ja bor edi. O'zi общий 3000 ta edi, 3000 tadan 2800 ta qoldi, 2900 ta qoldi. Jo'jani ajratayotganimizda o'ldi, bateriya bo'ldi 150 ta. Boqayotganimizda bateriya bo'ldi, shunaqa bo'lib 2800-2900 ta atrofida jo'ja qoldi. Mana shu yerda boqayotdik bo'lib, xo'rozlarni отдельно qilib sotib yubordik. Uni aytib deb sotdik. Endi misol shu Oltiariq tomonga bitta opamizga berdik. Akamiz Rossiyada edi. Akamizga ham aytdik, bildi, tushuntirdik. Misol hamma vaksinasini qilganmiz. Inshaalloh oxirgi kuni mana H9ni qildirib keyin berdik akamizga. Opamiz telefon qilib aytayotganki, sizlar vaksina qilmagan ekansizlar, hech qanaqa vaksina. Mana aka, videoda ko'rib turgan bo'lsa, xolis olma. Xolis ona mana ko'rib turibsiz. Meni o'zimni jo'jalarim ham pixillayapti, qiyillayapti. Hamma narsa qilib ko'ryapman. Aka mana Alloh guvoh turibdi. Hech qanaqa bir o'zgarish sezmayapman to'g'risi. Bir akamiz 40 mingtadan bir 4 dan 5 ta joyda boqadi.
Faqat birovlar faqat akamizdan maslahat so'rasam, bitta sovuq tushgandan keyin o'zidan o'zi bu kasalliklar yo'qolib ketadi. Ungacha kurashib turing, qo'lingizdan kelgancha tirik saqlab turing deyapti. Endi qo'limizdan kelgancha tirik saqlashga harakat qilyapmiz. Sizlar ham qo'lingizdan kelgancha saqlab turinglar iltimos. To'g'ri tushuninglar, bu narsa parrandachilik eng kasallikka moyil bo'lgan narsalarda bular osonlikqa kasallikka kelib qolishi mumkin. Parrandaga bir kasallik tegsa yomon kasallik tegar ekan. Mana o'zim guvoh bo'lib turibman. Qanchadan beri aytgan bo'lsam, bunaqa kasallik ko'rmaganman. Bunaqa pul sarflamaganman bu parrandalarimga. Endi mana hammasini bir qilib sarflashga majbur bo'lyapman. Mana bugun ham 1 millionlik dori olib keldim. Xudo xolasa rezultat bo'lsanglar, xudo xolasa kanalda aytib o'tib ketaman. Qachon men o'zim rezultat ko'rsam, keyin obunachilarimga ilinaman. Sizlar bilan kanalda admin Muhammad Ayib bo'ldi. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Videolarimizda kamchilik xatosi albatta uzr so'raymiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.